Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar va obunachilar. Bugun biz Nazarbek mol bozoriga kelamiz. Toshkent viloyati Nazarbekda joylashgan Nazarbek mol bozoridamiz. Bugun xudo xohlasa inshaalloh narx-navolarni sekin bir chetdan ko'rsatib berib o'tib ketamiz. Mana ko'rasizlar mollarni. Ancha ko'p. Xudo xohlasa shu video davomida ko'rasizlar. Like bosmanglar, like bossa obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishingizlardan chiqmasin. Assalomu alaykum. Nech pul olsagan buni? 9 kam bor. 9 million so'm kami bor ekan. Bozor nech pul qildi aka? Astoyda. 6,5 million so'm qilish o'tgan ekan. Necha oylik bo'ldi aka? Zoti nima? Ana shu ismi ko'rasizlar. Bozor O'zbekiston. Assalomu alaykum. Nech pul olsaga bo'ladi? hozir shu bitmas. 9 kami bor. Buni 9,5 kam bor. Bu 9 million so'm kami bor ekan, bular 9,5 million so'm. 76 ga berdim hadi. Bozor nech pul qildi aka? Bo'ladi. Yo'q, qilishmadi. Uchalasini ham qilishmadi bir joyda. Mana qilishdi, 70. Buni oqdi. Buni 7 million 600 ming so'm qilishayotgan ekan. Buni 9 million bu ham. 9 kam. Buni ham 9 kami bor. Bu zotdan buni. Eston. Bu qolma. Zoti nima aka bularni? Mana Shved. Bu Shved. Mana Qizil Eston. Bu Qiziliston. Necha oylik bo'ldi taxminan bular? 5-6 oylik. Bu 5-6 oylik. Daryodagilar ham tushiraman. Bu. Telefon nomer qo'yasizmi shart emas? 97lik 783 0969. Ben bu kocanı hem Bozor O'zbekiston aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu siz olganim-ku. Nech pul olsa bo'ladi? 11 million so'm. Ama 8. Bu 8 million so'm. Naryodagilar? 9 ham erkek. 11.9. Bu erkek otlarni ko'rasizlar. Bozor nech pul qildi aka bularni o'zi? Hali qilmadi. Mana 60 chiqardi mana. Buni 6 million 300 ming so'm qilishayotgan ekan. Necha oylik bo'ldi taxminan bular? 4 oy 5 oy. 4 oy 5 oy. Bu qacha 9 million so'mda oldilar. Mana bu yerdagilar urg'ochi. Telefon nomer qo'yasizmi shart emasmi aka? Telefon nomer qo'yasizmi shart emasmi? 94 355 4990. Bozor O'zbekiston aka. Salom alaykum. Ko'ros. Bemalol ko'rasizlar. Sho'rva sifat aka. Assalomu alaykum. Nech pul olsaga bo'ladi? 13,5 million so'm deyishayotgan ekan. Narediksa ham 13,5 mi aka? Buni ikkalasi ham 13,5. Voy. Zoti nima aka bularni o'zi? Necha oylik bo'ldi taxminan? Nech pul qilishdi o'zi? Astoyda. Bozor O'zbekistonga salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Siz olganingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nech pul olsaga buni? Bo'ldi. Assalomu alaykum. Nech pul olsalar? Bozor nech pul qildi aka bularni? 11 million so'm beraman deyishayotgan ekan.
ikkalasini ikkalasini 24,5 million bo'lsa berilar ekan. Necha oylik bo'ldi taxminan aka ular? 5 oylik, 6 oylik. 5-6 oylik. Erkak urg'ochi? Hammasi erkak. Ikkalasi ham erkak. Telefon nomer qo'yasizmi, shart emasmi? Telefon nomer qo'yasizmi, shart emasmi? Agar savdo sayenchisiz so'rarsiz, farqi yo'q. 88lik. Yetti yuz 18 0880 bo'ldi. Bemalol ko'rasizlar, mana ko'rasizlar. Bozorchisiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Necha pul olsalarmi? Kan necha pul olsizmi? 18 million so'm deyishmoqkan ekan. Bozor necha pul qoldi? O'z astoydil. So'rab o'tib ketishgan emas, astoydil masalan kelib yarim soat yarim 13 million so'm. 13 million so'm qilishmoqkan ekan astoydil. Necha oylik bo'ldi taxminan? 5-6 oylik bo'ldimi? Bozor zo'rsa aka. Assalomu alaykum. Necha pul olsaga mana? 13 million so'm kami bor ekan. Erkak urg'och aka? Erkak. Necha pul qilishyapti aka bozorda? 10 million so'm qilishyapti ekan. Ko'rasizlar. Necha pul bo'lsa sotiladi aka? 10 usti bo'lsa ham 10 usti bo'lsa sotilar ekan. Bozor zo'rsa aka. Salom. Bunga bermadi. Assalomu alaykum. Necha pul olsaga bilan? 10,5 so'raymiz. 10,5 million. Ularni 12 milliondan. Uchalasini bir joyda ham qilishsam aka? Yo'q. Dona-donalabmi? Necha pul qilishyapti o'zi bilan? 11 million so'm qilishyapti. Kechirasiz. Necha oylik bo'ldi taxminan aka? 6 oylik, 5-6 oylik. Telefon nomer qo'yasizmi? 88lik 747 10 01. Bemalol ko'rasizlar, mana ko'rasizlar. Ulardan yana nechta bor? Haydi. Buni mana shu tarafga keladi. Mana shu bu. Mana bu tarafda ikkitasi, mana shu ikkitasi sotilar ekan. Oldingi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar, ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Necha pul olsa aka biladi? 10 million. 10 million so'mdan ekan, mana ko'rasizlar. Bozor necha pul qildi aka o'zi biladi? Astoydil. Astoydil qayam. 8,5 million so'm. 8,5 million so'm qilishmoqdan. Ikkalasini bir joyda ham qilishdimi? Addenna. Ko'rib olishingiz uchun necha oylik bo'ldi aka bular o'zi? 8 oylik. 8 oylik. Bu ham 8 oylik? Yani 8 oylik, 8 oylik. Telefon nomer qo'yasizmi, shart emasmi? Bo'ldi. Bozoringiz bersa aka. Salom. Assalomu alaykum. Necha pul olsa aka bularni? Qaysi? Ikkalasini. 12 15.
Bu 12 milyon. 12 milyon so'm, 15 milyon so'm. 15 milyon so'm, 12 kvot. Qaysi birini? Buni 12 milyon so'm, buni 11 milyon so'm. Ikkalasini ham bir joyda qilishsin? Yo'q, Addinni qilish kerak ekan. aka. Mana shu bitta nol yo'qolib qolsa topish oson bo'ladi. Ha, buni ham oling. Sher qara. Valla. Yo'q, mana shu turib qara, mana ham. Oldim o'rdan. Motorga soat qaradi. Motorsal beradi. Necha oylik bo'ldi taxminan aka bo'lasiz? Bilmayman, to'shlik. Zavod bo'lgan. Necha pul bo'lsa sotiladi aka? Mana buni ikkala savdo qilib, mashlar bor. Bo'ldi. Buni necha pul qilishyapti? So'radi, u yoqda o'tirib. Undan olsa qiziqib ko'radi odam. Sarkidan og'irda kukunmaga to'g'ri gapir. To'g'ri oldimmi men 11 million 700 ga. Shu kechikmadi. Halo, qajaga 5 million berib 18 ga berib Aram bo'lmadi. Endi aram endi olasan? Pateshga chiqadiganda bor. Pateshga? Qanaqa pateshga? Tijoratda? Semga. Semga. Qayerda yotdi odam? Qayerda turasiz? Lo'l baqalab turadi. Yangi lo'l baqalab. Necha pul qolsa aka buni? Bilmem da şu tepkisine bak. Assalomu alaykum. Necha pul olsa aka buni? 13 kam var. 13 million so'm kami bor ekan. 10,5 qilishyapti. 10,5 million so'm qilishyapti. O, narigini ol, savdo. Bor edi. Ikkalasi sotilibdi 21 million 400 ming so'mga. Arzon bo'ladi. Egasiga to'ymagan, men sotib yuboraman. Assalomu alaykum. Necha pul olsa? 10,5 so'raymiz. 10,5 million so'm so'rashib kerak ekan. Bozor necha pul qildi hozir asaydi? 8gacha chiqdi. Ha, 8 million so'm qilishibdi. Necha oylik bo'ldi taxminan? 5 oy. 5, 6 oylik. 5. Ha, 5 oylik bo'lgan ekan quruqsida. Necha pul bo'lsa sotiladi o'zi? Bizda salsiyla beraman. 9dan salsiyla berishar ekan. Telefon nomeri qo'yasiz? 99lik 94lik 670 55 49 bemalol telefon nomeri qo'yasizlar mana bozoringiz bersin. O'zlar topdilar. Assalomu alaykum. Necha pul olgan ekan? 15 million kam. 15 million so'm ish olgan ekan, kami bor ekan. Mana yerda barakasi ketyapti. Assalomu alaykum. Necha pul olsa bilan? 15 million. 15 million so'mdan ish olgan ekan. Bozor astoydin necha pul qotdi? Bozor astoydin necha pul qotdi? 14 million so'm qilish olgan. Ikkalasini ham bir joyda qilishdimi? Necha pul qilishyapti? 28. 28 million so'm qilish olgan ekan. Necha oylik bo'ldi taxminan olgan? Ha? Necha oylik bo'ldi bu? Yoshiga to'lgan. Yoshiga to'lgan. Bozor chizaversan aka. Salom. Assalomu alaykum. Necha pul olsa bilan? 18 million so'mdan deyish kerak ekan bularni. Uchalasizmi? Nari tarafdagisi ham bir. Bu ham 8 million, bu ham 8 million, bu ham 8 million so'm deyish kerak ekan, mana ko'rasizlar. Bozor necha pul qoldi aka astoydil? 42 uchalas. Uchalasini 42 million so'm qilish olgan ekan, donasi ham qilishyaptimi? Yo'q, donasi.
Necha oylik bo'ldi taxminan? Yoshiga to'lgan. Telefon nomer qo'yasizmi? Bozoringiz bersa aka. Salomat. Ancha mol ko'p chiqdi. Assalomu alaykum. Nech pulda olsanga bo'ladi? 16,5 million so'm deyishayotgan ekan. Bozor asodan nech pul qotdi aka bilamiz? 14 million so'mdan qilishayotgan ekan. Yoshiga to'lganmi aka buni? 1 yashardan o'tgan ekan. Nech pul bo'lsa sotiladi aka biz? 14 milliondan sal balandmiz. Telefon nomer qo'yasizmi? Bozoringiz bersin.